Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun yana bir navbatdagi darvozamiz kraska sepish jarayonida. Mana kraskaga tayyor bo'lgan holati. Xudo xohlasa juda ideal holatda chiqdi bu darvozamiz ham. Oldi orqa bir xil variantda bo'ldi. Ikkilik listda qirg'oqlari 8 ga 4, ikkilik stenada ichidagi profillari 6 ga 4, 1.7 stenada bo'ldi. Juda ideal holatda bo'ldi. Mana taglariga kraskalarni sepib bo'ldik. Taglari malishnoy kraska bo'ldi. Tepalari endi darvozaxonasi ozgina qorong'uligini hisobiga orqalari malishnoy bo'lsin dedi. Sal yorug'roq tushadi, yorug' beradi dedi. Oldi mebel rang bo'ladi. Xudo xohlasa bugun kraskalarni ham chiroyli qilib sepib 3-4 kunda ustanovka qilib beramiz. Xudo xohlasa bu darvozamiz Namangan viloyati Mingbuloq tumaniga tayyor bo'ldi. Ko'rishlaring mumkin. Juda qalin, juda chiroyli variantda bo'ldi. Oldi orqa bir xil variantda. Shu oldilarning gipkali variantda bo'ldi. Orqa holatlari. Xudo xohlasa ustanovka jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Tepada mana yonida nalichkalari bu tramoga bo'lsa, yonida nalichkalargacha qilindi mana. Nalichkalarga ham nejvinkalari bor, nejvinkalar yopishtiriladi. Tillarang nejvinkadan. Tepalari oynakli bo'ladi, oynakli. Bismillahirrohmanirrohim degan yozuv bilan nejvinkada chiroyli qilib orqalariga o'sha oynaga yopishtiriladi. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Hamda kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'ysalaring, keyingi qo'ygan videolarimizni ham bemalol tomosha qilishlaring mumkin. Xudo xohlasa keyingi videolarimizda ham ustanovka jarayonlarini ham qo'yib borishga harakat qilamiz. Darvozamizda stoykalari 12 ga 5 shiviller bo'ldi. O'sha materiallarga kelsak, stoykalari 12 ga 5 shiviller bo'ldi. Listlar ikkilik listda 2 qavatli variantda, oldi orqa bir xil variantda bo'ldi. Bu darvozamiz 1 kvadrat metrini 1.500.000 so'mdan tayyorlab berdik. O'sha polniy materiallar qalin, xohlasa ideal holatda chiqdi. Hurmatli aka-ukalar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ekranimiz past qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Xudo xohlasa keyingi videolarda uchrashguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.